Yozgi kunida kelsangiz hamma narsa ishlayotgan bo'ladi. Hozir hech joy ishlamayapti ekan. Ozgina odamlar yuribdi. Mana shu yergacha avtobus olib chiqib qo'yadi, tog' tepasiga avtobus olib chiqib qo'yadi. Mana bu joyda mana tog'dan tushib turgan suvlar bor. Keyin bu tomonga yurganingizda kanatning doroshka bor. Kanat tepaga olib chiqib qo'yadi. Endi hozir ishlamayapti ekanda. Biz tepaga chiqmoqchi edik. Tepadan tog' tepasiga olib chiqib qo'yadi. Mana zo'r manzara ko'rinadi. Mana shu suvlar ham asa shifobaxsh suvlar. Mana kanat mashkanat tepaga olib chiqib qo'yib, olib tushish kerak edi. Faqat ham bozor kuni ishlayapti shekilli. Biz ham bilmasdan kelyapmiz. Butun shahar ko'rinyapti. Yoshlarda chang'ida tushar ekanda. Ikkita bola qaytadan ketyapti, xudo biladi. Mana shunaqa joylardan chang'ida tushar ekanda. Mana bu kanat ishlamayapti ekanda. Bitta safar kelganimda ishlayotgan edi. Manzara shabada bo'lyapti. Bu go'zallikni qaranglar, mana go'zallikni. Butun shahar ko'rinadi. Telefonim yaqindan olib bera olmayapti. Butun shahar ko'rinadi. Tog' tepasiga chiqib oldik. Kanat ishlamayapti ekan, kanatda chiqardik. O, Cherniver degan joyga. O'ni bitta kanat bor edi, kanat ishlaganda zo'r bo'lardi. Safiya degan baland bino. Shu yerdan ko'rinib turibdi. Mana sherigim Sardorbek